aka. Qarang, ukangiz kelibdilar. Murodjon, Assalomu alaykum. assalom. Aka, yaxshimisiz? Rahmat. Salomatmisiz? Sen yaxshimisan, ukajon? Rahmat. Bular yaxshimi? Rahmat. Nima qilib ovora bo'lib narsa ko'tarib yuribsan? Bu qurbonlik go'shti edi. O'sha olib keluvdimiz. Qarang, manga bering. Yaxshi bo'pti kelganingiz, xush kelibsiz. O'zi Elmurod akam bugun qo'y so'yib, oshna og'ayni, ukalarini chaqirib mehmon qotdi, aka. Buni ham Qozonkobga qo'shib yuboramiz. O, mol go'shti-yu, aka. Elmurod akam qo'y so'yib, xursand bo'lsa, ukalari mol so'yar ekanlar-da. Gap yo'q. O'tiringlar, men hozir ovqatga qarayman. O'zing yaxshimisan? Bolalaring katta bo'lishyaptimi? Kelin bola yaxshimi? Rahmat, Xudoga shukr. Bolalaringiz yaxshimi? Rahmat. Ada, bu siz o'rtog'ingizmi? Bolam, bu meni ukam. Sana amaking bo'ladi. Qani, salomlashib. Assalom. Abduqodir edi. Oxirgi marta ko'rganimda chaqaloq. Katta yigit bo'lib qoldi. O'g'lim, qani, boring. Akalaringiz bilan o'ynaychi. Ha, o'zing ham akam bor deb kelmaysan. Jiyanlaring katta bo'lib qoladi kelmaganidan keyin. Keldim. Bir-ikki marta keldim. Uyda yo'q ekansiz. Keyin chiqdilar. Akangiz yo'q edilar. Safarga ketuvdilar. Bir martasida mashinangiz ham turuvdi, uyda ekansiz. Dam oldilar deganlariga keyin dam ola qolsinlar deb ketuvdim aka. Qo'ng'iroq qilmaysanmi? Telefonda gaplashgan bo'lardi-yu. Sen olishib tur. Men hozir. Ey yigitlar, ovqat pishdimi? Shunaqa kelib turgan ukajon. Ota-onamdan keyin yolg'iz jigarimsan. Menga qara. Rostdan qurbonlikka mol so'ydingmi? Yo'q. To'g'risini aytsam, hozir qurbonlikka qo'y so'yishga ham imkoniyatim yo'q. Ishlarim oldingidek emas. Do'konga ham kirganda shoshib qo'y go'shti bering demanman. Go'sht shunchaki bahona edi. Sizni qattim ko'rgim keldi. Aka bo'lib men unutgan siydagi raqamni uka bo'lib sen menga eslatding. Boringga shukr ukam.